Ruxsat bor. Nihoyat. Endi uzatma ham bor, zarba ham bor. Sal qolsa gol do'stlar. Yo'q, darvoza ichiga kirib ketmoqda. To'p sal qolmadi. Elguja o'tgan mavsumda ham OKMK darvozasini ishg'ol qilgan gruziyalik futbolchi. Imkoniyat bor, ruxsat bor, zarba bor, gol! 1-1 hisob tenglashmoqda. Ana shunday. Vahobov ishlagan penalti Lobjanidze uni golga aylantirmoqda. Sen urmasang, bu qadim va azaliy qoida futbol. Ibora, maqol futbolga oid bo'lgan bu. Aynan sen urmasang senga urishadi. Yo'q, Ilyosov topmadi yo'nalishni. Chalg'ida oldi Elguja. Ichkariga uzatma. Xavfli bo'lishi mumkin, zarba va gol! Oxir oqibat gol urishmoqda. OKMK vakillari e'tibor qarating 20-raqamga. Hop, o'tda Islom dubl muallifiga aylanishi mumkin edi, lekin uning sherigi, himoyadagi sherigi gol uryapti. Qaytgan to'pni darvozaga to'g'rilab. Ustundan qaytdi. Birinchi uzatmani esa Ahmadaliyev bergan. Oxirgi daqiqalarda OKMK faollashishini unutmaslik zarur. Mana imkoniyat, xavfli vaziyat, ortda futbolchi kelayotganini aytish kerak sheriklari. Zarba va gol! Abdurazzoqov gol muallifiga aylanmoqda. 1-3 OKMK ishonch bilan endi oldinga o'tmoqda va jadvalda ham ishonch bilan yakka peshqadamga aylanib, O'zbekiston Superligasi 2025-yil mavsumining yagona 100% natijasini qayd etishda davom etmoqda.